Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugungi mavzumiz xudo xohlasa qushlarga don tayyorlash jarayonini sizlarga xudo xohlasa ko'rsatmoqchiman. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Ikki xil don tayyorlash uslubim bor o'zimni. Bittasi misol uchun deylik, bola boqayotgan qushlarga don berishlik, ikkinchisi misol uchun podoroskovoy deydi, bir 5-6 oylik qushlarga to yoshiga yetgungacha beradigan donlar. Odatda ko'pchilik qushlarga o'zlari tayyor don olishadi. Men to'g'risi qushlarga don tayyorlashni o'zim yaxshi ko'raman. Sababi qushni donini berayotganda qushni donini quruq bo'lishligi, ratsionlarini, misol uchun deylik, bola boqayotgan qushga bir alohida boshqa don podoroskovoy deydi. Misol uchun o'rta yoshdagi qushlarga, 5-6 oylik qushlarga boshqa don beraman. Mana xudo xohlasa donlarni olib kelib qo'ydik. Bu yerda bizda masxar, qora semichka, qizil tariq, sariq tariq. Keyin donlarga bitta narsasiga e'tibor berishimiz kerak birodarlar. Quruq bo'lish kerak. Don ho'l holatda saqlanib qolgan bo'lsa, qushni ichini o'tkazib yuboradi. Don imkon qadar ishonchli joydan yaxshi don olsalaring, xudo xohlasa qushni bolasini nobud bo'lib qolmasligi, qushni holati yaxshi bo'lishligiga bitta xudo xohlasa omillardan bittasi Alloh nasib qilsa. Bitta aytganimdek, keyin xudo xohlasa ovsyanka ham oldim. Xudo xohlasa ratsionlarini nasib bo'lib qolsa yozib ko'rsatib berib ketaman, qaysi qushga qanaqa don tayyorlayotganligimni. Hammaning endi o'zining uslubi bor. Lekin meni o'zimning uslubim qish kelganda, misol uchun qushlarga ham bola boqayotgan paytda, sovuq paytda semichkani salgina qora semichkani ko'paytirib qo'ysalaring, ratsionida shu yaxshiroq bo'ladi. Keyin men hozir bitta eksperiment ko'rmoqchiman. O'zi odatda sariq tariqqa qizil tariqni 70 ga 30 aralashtirardim. Misol uchun deylik, 70 kilo sariq tariq bo'lsa, qizil tariqdan 30 qilardim. Shuni shu safar yo 50 ga 50 qilaman yoki 60 ga 40 qilaman. Sababi narxiga hisoblasam, qizil tariqda baribir bunday o'qib chiqadigan bo'lsangiz, quvvatliroq, yaxshiroq deydi-da. Shunga agar narxiga bir xilda bo'lib qoladigan bo'lsa, qizil tariqda ratsionini ko'paytirib qo'ymoqchimanki, sababi sariq tariq o'zimizni mesniy don. Nariga xudo xolasa qizil o'ta go'zal ekan. Alloh nasib qilsa, agar imkoniyati bo'lib qolsa, uni ham ko'rsatib, rasmlarni qo'yib berib ketaman video davomida. Shu, birodarlar, bitta joyda adashmovchilik bo'libdi. Men qizil tariqda rossiyskiy desam, Qozog'istondagi ekan. Hozir ochganimda, xudo xolasa, mana bunisi suvli. Xo'p, mana xudo xolasa to'kib oldik. Shu hozirchalik. Mana xudo xolasa donlarimizni aralashtirib oldik. Xo'p, o'sha hisobda xudo xohlasa 250 kilo sariq tariqqa 225 kilo qizil tariq bo'ldi. Vallohu alam 35 kilo semichka bo'ldi. Masxar bor edi. Masxardan ham adashmasam bir 10 kilosini mekin qo'shdim xolos. Masxarda nima foydasi bor desalaring, masxarda o'zini yog'i bo'ladi. Misol uchun qushlar bir xil tariq yevorgandan keyin qushning ham ichi qatib qoladi-da. Bu masxar shu qushning ichini yurg'izgani foyda beradi, xudo xohlasa. Keyin nima bor? Ovsyanka bor. Ovsyanka endi shu qushni bolalarini esa to'xtatadi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa qushdan donlarimiz aralashmasini qilib oldik. Nasib bo'lib qolsa, buyog'iga qishga tayyorgarlik bo'ldi. Kimga qanaqa bilmadim. Qushxonamda donim bo'lsa, misol uchun uyingizda yog'ingiz bilan uningiz bo'lsa qanaqa xursand bo'lasiz? Men shunaqa xursand bo'laman. Bemalol xotirjam, xudo xolasa, vallohu alam qishda bemalol chiqarsa kerak. Taxminimda shunaqa. Endi yana Xudo barakor berib, agar nasib bo'lib qolsa, qushlarimiz yaxshi bolalab tursa, yaxshi. Qancha qushlar yaxshi bolalagan sari donni shunchalik yaxshi edi. Shunga endi Xudoga shukr, endi ko'ramiz. Qani sizlarga xudo xolasa yana rezultatni aytaman. Keyin mabodo bir narxini so'raganlar bo'lsa, qizil tariqda Qozoqnikini 6000 so'mdan oldim kilosini. Keyin sariq tariqni bozorga chiqsam 3,5 mingligi ham bor, 4 mingligi ham bor, 3000 ga ham topsa bo'ladi-yu, lekin men 4000 so'mlik отборный don oldim. Tozalangan, yaxshi, xudo xohlasa. Semichkani 12 ming oldim, qora semichkani. Sizlarga bitta narsani aytay. Birodarlar, men bitta narsani tavsiya qilayotganligim, u meni qushxonamda bo'layotgan narsami. Men qushlarga bitta narsa lecheniya qilyapmanmi yoki vitamin beryapmanmi? Bu o'zimni nima desam, buni riskim bilan kelib chiqib qilyapman. Men sizlarga ham misol uchun deylik, birodarlar, shu narsani qilinglar deyishga majburlamayman. Men ko'rsataman, misol uchun shunaqa qilyapman deyman. Sizlar qushlarga qo'llashliklaring, qo'llamasliklaring o'zlaringga havola.
Ertaga endi Alloh ko'rsatmasin, misol uchun har kimda har xil holat bo'ladi. Mani qushxonamdagi sharoit sizlarda bo'lmasligi mumkin. Misol uchun deylik, men shunday olaman, mana misol uchun deylik, suvni olaman u, mana odam kran tagida oqib turgan suvni nima qilib beraveraman. Misol uchun qushlarga beraveraman. Sizlarda bo'ladigan bo'lsa, mana misol uchun Toshkentda bitta birodarim bor, alohida 10 litrlik suvda baklashkada filtrlangan suvlar beradi. U filtrlangan suv ichib turgan qush grantdaydagi suvdan olib turib bergan bilan farq qiladi. Ertaga ichini o'zgartirib yuborishi mumkin. Keyin mana yana bitta donni, yana bitta narsasiga to'xtalsak, esimga tushib qolganda aytay. Menda hozir Xudo xohlasa bir 2 haftaga yetadigan eski donimdan bor. Shu donni Xudo xohlasa qushlarimga berib turaman. Shu orada bitta dona qushim, misol uchun hozir 5 tamikin, 6 tamikin bolasi bor. Shunga yangi olgan donimni berishni boshladim. Endi nima uchun unaqa qildim? Sababi o'sha yangi donni bir eksperiment o'tkazib olishim kerak. Massaviy berishimdan oldin, ommaviy berishimdan oldin qushni donni bir eksperiment qilib olaman. Xudo xohlasa, shu qushda Xudo xohlasa yaxshi o'tadigan bo'lsa, keyin qolganlariga o'tkazishni boshlayman. Sizlar ham yangi don oldilaringmi? Yangi don olganlaringdan keyin sirazi qushlarga berib yormanglar. U bilmaysizlarda qanaqa don bo'lishligini. Misol uchun deylik, menga hozir don sotadigan odamim ishonchli, bitta joydan olaman imkon darajasida. Endi u odamga ham qanaqa holatda kelgan, u odam ham misol uchun odamning eshitganini menga yetkazdi. U odamning labziga ishonib turib oldim. Bitta gap bor. Daveray degan, no, proveray degan gap bor-ku. Men misol uchun deylik, shu yangi don oldimmi? Birinchi bitta qushda Xudo xolasa eksperimentimni qilib olaman. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladigan bo'lsa, keyin massaviy hammasiga berishni boshlayman. Sizlarga ham Alloh nasib qilsa shuni tavsiya qilaman. Nasib bo'lib qolsa bugungi roligimiz shu.